Aka, biz it ko'mganimiz yo'q. Pochchami ko'mdik. Maraka qilib bermasa, odamlar nima deydi? Opam uchun men qilib beraman. Men. Akamni ham qo'yib keldik. Doktori bilan gaplashdim. O'lmaydigan kasal edi ekan akam. Vaqtida ko'rinmaganda. Mayli. Xudolarga boradigan vaqt bo'lib qoldi. Men ketdim. Yaxshi o'tiring. Voy, dadasi, doktorga ko'rinsangiz yaxshi bo'lardi-da. Sen qaramay ketaver. Qudalarning oldida hijolat bo'lib qolmasa bo'ldi. Yaxshi bor. Doktorga borib ko'rining desam, avval beshik to'yini o'tkazib olaylik deb borman. Kennaya, sizlarni mana shu bema'ni urf-odatinglarni, orzu-havasinglarni deb erkaklar o'z vaqtida sog'ligiga qara olmayapti. Odamlarning gapi, xudolar nima deydi ekan deb. Uka, marakani qachonga belgilaylik? Kennaya, hozir nima deb turibman? Siz yana qanaqa maraka haqida gapiryapsiz? Mana shu orzu-havaslaringiz deb akam o'lib ketdi. O'libdan qutulmayapti sizdan. Qachon esinglar kiradi siz ayollar? Aka, biz it ko'mganimiz yo'q. Pochchami ko'mdik. Maraka qilib bermasa, odamlar nima deydi? Opam uchun men qilib beraman. Men. Ko'rdim qilganinglarni akam tirikligida. Odamlar nima desa-da, hech qanaqa marosim bo'lmaydi. Vassalom.